Ну что, azizlar. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Har biringizga tongni mana shunday go'zal kutib olishni tilayman. Ora. Hi. Tutu. Biz qayerga keldik azizlar? Biz fermaga keldik. Haqiqiy Angliya fermasiga keldik. Bunaqa traktorlar, cho'cho'shkalar, mana qarang. Samir dugonachalaring. Dugonalari oldiga keldi. Friendlaring. O'tak azizlar, bugun bizning kunimiz chiroyli bitta Shotlandiyaning Loch Ness bo'yidagi bitta fermada o'tadi. Boshlandi, ya'ni 1,5 soat mana shu yerda biz hozir tur o'tamiz. Tak. Azizlar, biz fermaga kelganmiz va bu fermada o'zingni oyoq kiyiming bilan yurishing nekomfortabilni ekan, потому что suv bo'yiga ketamiz hozir. Shuning uchun желательно deyapti, fermerskiy обувь kiy deyapti. Men aytdim, с удовольствием kiyaman. Cho'cho'shka bilan с удовольствием deydi. Mana ketyapmiz. Dong, dong. Va bizni ortimizdan dugonalari kelyapti Samirani. Samir, dugonalaring. Ba. Tutush. Mi. Asalik taku xalosh, cho'koy. Cho'koy, shichko cho'koy. Cho'koy xalosh. Mehr kerak. Hammaga mehr kerak azizlar. Hatto hayvonlar ham mehrni istaydi, xohlaydi. Yaxshi gap, muloyimlik hammaga yoqadi. Hidi yo'q. Qizig'a, hidi yo'q. Shunaqa toza qilib qo'yishgan. Mana bunaqa fermerlar akkuratni qilib qarab qo'yishyapti. Ketdik. Hayot qanaqa zo'r. Tayyormisiz buni ko'rishga? 1, 2, 3. Mana buni qarang. Смотрите, какие коровки. Прическаларni qarang. Zamonaviy yigitlarning prическasiga o'xshaydi. Ana shu yergacha yopiq. Saidga ko'rsatish kerak. Ba'zan shunaqa prическа qilgisi keladi. Okay. Buni qarang. Bu mishkani qarang. Buni pupusichkani qarang. 2 kun bo'libdi tug'ilganiga buni. Mana bunisini qarang. Endi sochlari o'syapti buni ham. Bu esa onasi. Ketishyapti mana. Oxiri. Oh. Orqamda turibdi. Xo'sh azizlar, daska bor ekan, fermaga hafta davomida kelgan mehmonlar qayerdan kelgani haqida yozib ketishar ekan. Biz ham yozamiz. Shotlandiyaning bir burchagida O'zbekistondan ham bitta nadpis bo'ladi. O'zbekiston здесь были.
города. Что ты там, не ждешь нас Да. встречать? Мне кажется, он встречает. Biz bugun Классно. qiziqarli joyga keldik. Mana bu yerda kuchukcha akillab bizani kutib olyapti. You have reached your destination Men on your bilmayman nima left. uchun biz bu yoqqa keldik, o'zi tushunmay qoldim. Kestelga kelishimiz kerak edi biz. Все. Ну, дальше пешком можем пройти. Да. Все. Shotlandiya misan? Shotlandiya u yog'i azizlar. Bunaqa chiroyli joylarni ko'ramiz deb hech rejalashtirmagan edik. Hech planlashtirmagan edik. Смотрите, какая красивая вообще картинка. Chiroyliligini qarang. Barashechkalar yotibdi yerda. Прям такой view сверху, tepadan. Qarang bu yerda nima bor yana. Anu barashkalarni postini tozalaydigan joy ekan. Animasini, terisini olib tashlashar ekan. Mana kemamnikiga aylanib qoladi lashat. Qarang, barashkani. Миу. Смотрите, как выглядит. Ага. Buni qarang. Tütüs. Qarab turishini. Так. Musaffo, toza, прям zo'r havo. Bizda qarang bu yerda nima bo'lyapti. Xo'sh. Давайте ko'ramiz. To'xtab tur. Подожди. Tütüs. Это, да, надо? Та-дам. Давай. Тудут. Ana. 1, 2, 3. Давай. Тудут. 1, 2, 3. Давай. Тудут. Молодец. 1, 2, 3. Buni qarang. Tut. Buni qarang. Keldi bu qarang. Karavul. Biz boya qasr qidirib borgan edik va shunaqa chiroyli joyni ko'rdik kuchukcha bilan birgalikda. Aslida lokatsiya bizani spesial noto'g'ri olib borgan ekan. Spesial shu kuchukcha uchun, kuchukchani ko'rish uchun, u bilan o'ynab ko'rish uchun. Biz qidirgan joy esa mana bu yerda ekan. Buni qarang. Смотрите, какая красота. Mana shu Kestel, qasr oldingi. Aynan mana shu Loch Ness. Mana shu Loch Ness ko'li bo'yida joylashgan qasr bo'lgan. Qachondir ruinasi qolgan. Lekin bu yerda hozirgi kunda turistlar kelib, tomosha qilib, aylanib yurishadi. Yana bizga juda ham bugun повезло, потому что havo juda ham zo'r, quyoshli. Biz hozir sekin-asta pastga tushamiz. Loch Ness bo'yidagi o'sha chiroyli qasrni tomosha qilamiz. Ты устала? Shotlandiyada yana nima qilish mumkin? Полежать на траве. Конечно. Bilmagan ishingni qilib ko'rishing kerak-ku. Не дай бог, готовы? Nima qilmoqchisan? Обнять крепко.
Bismillahirrahmanirrahim. Аккуратно делаем довшли. Вот так, чуть-чуть. Ага, ты порода. Да, давай. Bismillahirrahmanirrahim. Мое лицо расплылось. Чё за место? Qara qayerga men seni olib keldim. Ha, Ko'ryapsan, men bu Shotlandiyada yashaganman-da. juda ko'p yil. Juda ko'p yil Shotlandiyada yashaganman, bir umr. Bir umr Shotlandiyada yashaganim uchun men Shotlandiyada hamma narsani bilaman-da. Shuning uchun men seni olib Zamokka obedga kelyapmiz biz. Если что, просто чуть-чуть uchun тебе не просто так все. Qalam-balam Qalam emas. balam. Qara qanaqa joyga olib keldim. Скромница. Kim yana olib kelardi seni bu yoqqa? Ага. Вот. Так что Похлопать надо. Все похлопайте, пожалуйста. похлопали. Спасибо. Благодарю. Короче, biz уже shunaqa erkalanib ketyapmizki, bu Shotlandiyada просто так уже oddiy restoranchada ovqatlanish bizga уже yoqmayapti. Shuning uchun bu yerda bizda bijon borlar, tем более lobster yeydigan, ustritsa yeydigan. Shuning uchun mana legenda bo'lib ketdi. Shuning uchun bijonimni men eng Shotlandiyani zo'r joyiga olib kelyapman. Loch Nessni bo'yida mana bunaqa zamokda hozir ovqatlanamiz biz. Abedmisan, abed bo'lishi kerak. Nima farqi bor? Mana shunaqa payt aytaman-da, nima farqi bor? Ko'chada oddiy joyda ham shu pul ketadi, mana bunaqa joyda ham shunaqa ketadi. Zato anu emotsiya bilan esda qolarli joyda ovqatlanaylik deyapman. Juda baland gapiryapman, hali bilmayman bu yerda hozir restoran bormi, yo'qmi? Qani ko'ramiz nima bor bu yerda. Посмотрим сейчас. Так. Mana bunaqa zamokda chiroyli, ухоженный territoriya, azizlar. Bilmayman bu qayer o'zi, nima bu. Shunchaki eng yaxshi restoran deb qidirib shu yergacha keldim. Men o'zi umuman hayratdaman, bilasizmi? Biz hozir hamma qilingan rejalarimiz hammasi bo'lib ketdi. O'zi bugun Dublinga uchishimiz kerak edi. Biletimiz olingan, otellar bron qilingan edi. Bir mahal Dublinga uchamiz desam agar, Gulshoda degan germaniyalik qizimiz yozyapti. Amira! Stop! Irlandiyaga, Dublinga отдельный viza kerak. U bilan siz Angliyaniki bilan bora olmaysiz. Keyin turdim aytdim. Точно! Это же не Северная Ирландия, dedim. Haqiqatda Severniy Irlandiyaga viza kerak emas, Irlandiyaga viza kerak. Blin dedim. Okey, nima qilamiz? Hamma planimiz bo'ldi. Endi biz Dublinga uchmayapmiz. Biz hozir даже bilmaymiz qayerda biz bugun uxlaymiz va bu umuman muhim emas. Muhim qo'limizda mashinamiz bor. Shotlandiya bo'ylab sayohat qilyapmiz. Qayergadir boramiz. Yaxshi odam ko'chada qolmaydi degan anu bilan, maqol bilan. Смотрите, какая большая елка, azizlar, вообще katta елка ekan. Ana shunaqa chiroyli zamokda. The Boathouse Lochside restoranga kelyapmiz. Я знаю, что будет очень вкусно, chunki уже hidini his qilyapman, hidini. Qarang. Zo'ra, bilmaydigan mamlakatingda umuman hech narsani bilmaydigan, hech kiming yo'q, giding yo'q, tarjimoning yo'q, hech kiming yo'q. Shunchaki Xudoni o'zi senga yo'l ko'rsatib, eng yaxshi joylarga olib kelsa. Kechagi otelam shunaqa, вот прям noxosta shunaqa zo'r otel tushib qoldi-da. O'zimiz shokmiz. Еще с видом, понимаете? Еще такой сейчас ресторанчик у нас тоже с видом будет. Это не просто так. Hammasiga Allohning xohishi bo'lmasa, hech sovuqcha. Ваше место назначения находится справа. Buni qarang. Лодкachasi ham bor ekan, azizlar. Смотрите, отсюда можно на лодочке. Выдрочкасы bor ekan, qarang. Ko'rdingizmi? Ko'rdingiz, sakrab ketdi. Черный выдрочкасы bor. Mana bunaqa lodочкасы ham bor ekan. Okey. Biz restoranga kiramiz hozir. Bijon shokda. Qalay Bijon? Zo'rmi? Ana shunaqa. Xudoning tuhfasi bu, Bijon.
Qarang, mana shu yerda hozir o'tirib ovqatlansa bo'ladi yoki ichkarida. Сейчас посмотрим. Я бы хотела здесь посидеть. Прям на берегу Лох-Несса. Qatta sansa Лох-Несс, да. А вдруг лохнесский чудовище bitta chiqib kalachasi bilan помахать qiladi? Почему нет? Все может быть. Я не боюсь, потому что Xudoni himoyasidamiz, azizim. Все, пришли. Мамна, qarang. Какой вид шикарный, да? Смотрите. Zo'r ekan. Von tam тоже qarang. Прям o'zim zo'r joyda joylashgan ekan. Sor, eşinden sor, kim bu de? Allah dünyanın küçük Ana Şotlandiyada ham topdik tanish bilish. Valla. Oo, ben bir sen bir Baktın mı? Restoranchiga keldik. Vallahi bilmedim vallahi. Xotinim Qoraqalpog'istonlik deyapti. Men aytdim, telefon qil, meni taniydi dedi. Samaga Tamam, sen bir konuş. tanimaydi dedi. Maqsuda, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Tinchmisiz? Shuni olsam, Amira opa, assalomu alaykum dedi. Jurnalist edim. Xursandman, yaxshimisiz? Turmush o'rtog'ingiz bilan tanishdik. U kishini restoraniga kelib qoldik. Turkman deyaptilar. Ayolim Turkko'ldan, Qoraqalpog'iston. Men aytdim, telefon qil, meni taniydi deyapman. Sog' bo'ling, men ham tanishganimdan xursandman. Yaxshimisiz o'zingiz? Xudo xohlasa yoningizga boraman. Albatta uchrashamiz. Sog' bo'ling. Quchoqlab o'pib qo'yaman sizni. Sog' bo'ling. Rahmat. Nasıl? İyi, güzel valla ben. Shokda aka. Hani Mana shunday vid bilan chiroyli o'tirib hozir obed qilyapmiz. Marjimak sho'rva. Turklar bu yerda boshqarar ekan. Shuning uchun ko'p ovqatlari hammasi turetskiy ekan. Da. Вот, mazza. Boshqacha joylar juda ham chiroyli, qarang. Shamol! Loxnes qop-qora bo'ldi aysizlar. Quyosh sekin-asta ketyapti. И прям suv qop-qora, такой страшненький. Qarang. Но живой. Прям energiyasi boshqacha. Bilmadim, lekin mana hozir srasu mana shu yerga qarayapman. Dengiz bilan bu yerning energiyasida absolyutno ikki xil farq bor. Okean bilan ham farq bor. Okean мощный. Bu yumshoq. Dengiz какой сказать, он такой могучий. Tushunyapsizmi? Mana har bittasini o'ziga xos xarakteri bor. Har bitta dengiz, har bitta joy, har bitta muhitning o'ziga xos xarakteri va energiyasi bor. Buni his qilish kerak. Men esa mashinamga yugurishim kerak, chunki sovqatdim. Biletimni Samir oldi. Вот. Lekin chiroyli joylarga kelib, mazza qilib ovqatlandik. Xudoga shukr. Rahmat. Loxnes hammasi uchun rahmat. Что это? Eng chiroyli lokatsiyalardan biri ekan bu yer. 3 opa-singil deb nomlashadi bu yerni. Qarang. Chiroyli. Смотрите, какая красивая гора, если qaranglar. Chiroyli ekan.
rulda o'rgandingmi? Ha? Pravostoroniyni. Ha, o'rgandik. Ozgina Axir katta ustozing shu yerda o'tiribdi-ku. O'rgatib qo'ydim-da man. Nima ham qilardim endi? Shunaqa ekanda meni o'zi missiyam shunaqa ekan, o'rgatish. Смотрите, какая красота. Chiroyli. Tog', buni orqasida yana bitta tog'. Bu esa o'rmon. Al-Musavvir deydi-yu, aysizlar. Yaratgan egam Al-Musavvir, qarang. Xuddi terib chiqqanga o'xshaydi bu o'rmon. Buni qarang, bu tog'ni qanaqa chiroyli qilib yasab qo'yganga o'xshaydi. Смотрите. Прям как будто бы terib chiqqan, terib. Qarang buni. Что это? Лес. Дремучий зеленый лес. Archalar, archazor. Subhanalloh, subhanalloh. Qanaqa chiroyli. Soat 21:37. Bu degani уже soat 21:37. Это сколько? Qariyb уже 15 kam 10 ga yaqinlashyapti. Quyosh hali o'tirgani yo'q. Quyosh hali ham turibdi. Endi o'ylayapti, o'tiraymi, o'tirmaymi, qolaymi men yo ketaymi men deb. Вот такой quyosh erkalagisi kelyapti bu yerni, Shotlandiyani go'yoki. Mana shunday chiroyli ko'llari, o'rmonlari, tog'lari, tabiati, zelinlar, daraxtlar, odamlar, hammasini как будто бы очень yaxshi ko'rib ketayotganga o'xshaydi, hattoki quyosh ham ketgisi kelmayapti-da. Вот так, mana shunaqa chiroyli joylardan o'tib ketyapmiz hozir. Soat noyesi shu. Shamol senga havas bilan intiladi qalbim. Senda ozor, senda erkin bo'lolmaydi hech kim. Kezarsam dunyo bo'ylab, bulutlarni haydab, yetib iqlim yoronlab, nafasing bag'ishlab, baxtlilarga sen faqat armon to'lab, qalbim yig'lar seni ko'rolmasdan. Bilsam chindan yolg'on ekan barcha haqiqatlar. Baxtimiz bog'i xazon, ko'nglim to'lgan vayron, izlab seni men sakson, nahot kechding oson. Ketayotganini o'zi bilmaydigan sayohatchilardan alangalik salomlar O'zbekistonga. O'zbekistonda hozir bilmayman soat 3 kechasi bo'lsa kerak, chunki bu yerda soat 10. Несмотря на то, что juda ham yorug', bizda 10 kechasi hozir va biz otel topdik. Hozir shu otelga kirib, otelni ko'rmoqchimiz. Undan keyin bir qaror berib, keyin hal qilamiz. Qarang, mana bunaqa joydamiz. Oban degan shaharchaga kelib qoldik. Korsiga kel, оказывается, shu yerda pafinlar bor ekan, tupiklar. Men o'tgan yili Islandiyaga borib, u tupiklarni ko'ra olmay qaytganim menga armon bo'lgan. Shu yil rejamda bor edi, Pariga aytganman, iyulda sen bilan boramiz tupik ko'rishga, pafinlarni. Оказывается, ular shu yerda ekan. И возможно, biz ertalab bu yerdan tur sotib olib o'sha yerga borishimiz mumkin. Irlandiya o'xshamadimi? Значит, tupik o'xshaydi. Hech narsa bekorga emas. Balki Xudo shunday qilib menga tupiklarni ko'rsatmoqchi. Mana shunday qilib bizning bugungi kunimiz boshlanyapti, azizlar. Xayrli kun har biringizga. Obana shaharchasida qoldik bir kecha. Hozir esa Mul degan ostrovchaga ketyapmiz, orolchaga va aslida u qayerda va nimaligini ham bilmaymiz. Ana shunaqa chiroyli vid bilan qayerga ketyapsan, nima qilasan u yerda bilmayman. Prosta ketyapman. Prosta tomosha qilyapman.
просто dunyo kezyapman. Shunchaki mazza qilyapman. Вот и все. Imkoniyat bormi? Bosyapman. Hammada shunday bo'lsin ilohim. Chiroyli kорабльdan tushib, endi esa yo'l olyapmiz. Ishonmaysiz, hozir 2 minut oldin tur sotib oldik. Ungacha faqatgina 3 ta joy ko'rsatib turuvdi. Oxiri Samira aytdiki, "Oyi, sizlar ketinglar, men qolaman" dedi. Xursand bo'ldik, xo'p dedik. Samirni bu yerda qoldiramiz, o'zimiz hozir turga, minibusga o'tirib turga boramiz, pafinlarni ko'rishga. Xudo xohlasa inshaalloh balki nasib qilar. Shunga men aytmoqchimanki, sayohat qilayotganda hech qachon 100% amin bo'lmang. Ishonch bilan yurmang, ya'ni 100% bo'ladi. Bo'lmaydi. Biz dengizda yuramiz, biz yerda yuramiz, biz mashinada, bizga bog'liq bo'lmagan juda ko'p jihatlar bor. Agar Alloh xohlamasa hech narsa bo'lmaydi. Ana shu narsani hech qachon yodingizdan chiqarmang va doim Xudo xohlasa deb ayting. Xudo xohlasa boramiz, Xudo xohlasa ko'ramiz, Xudo xohlasa o'xshaydi, bo'lmasam yo'q. Ko'rdim men. Смотрите. Медуза. Плывет. Zora. Biz esa keldik. Hozir mana bu lodkaga o'tiramiz va pafinlarni ko'rishga Xudo xohlasa boramiz. Mana bunaqa chiroyli joy bu yer. Qarang, skaskaga o'xshaydi. Prям ertakka o'xshaydi. Chiroyli juda ham. Gap yo'q, вообще. Shotlandiyaning tabiatiga gap bo'lishi mumkin emas. Вот, ortiqcha so'zga, ortiqcha maqtovga muhtoj ham bu yer emas. Mana shu lodkachaga o'tirib ketamiz. Beta carotene, essentially that's vitamin A. So in theory, the best fisherman has the brightest beak and feet. Azizlar, buni ko'rishga tayyormisiz? Bu dunyo ajoyibotini qarang, tabiat g'aroyibotini. Смотрите. Terib chiqqanga o'xshaydi, yaratganga. Bitta qo'lda terilganga o'xshaydi. Что за красота, buni qarang. Просто tushunishingiz uchun buni kimdir kelib bu yoqqa tashlab ketmagan. Просто kelib terib ham qo'yishmagan. Misrliklar, или там oldingi qanaqadir sivilizatsiyalar ham qilmagan buni, tushunyapsizmi? Bu tabiatdan shunaqa. Что это, а? Что это? Nima bu? Buni qarang. Betonlarni terib qo'yganga o'xshaydi. Bizning korabligimiz mana shu yerga to'xtadi. Mana bu ostrovcha bor ekan bu yerda. Qushlar ostrovi, qushlar oroli. Hozir shu qushlar oroliga tushdik, keldik. 2,5 soat shu yerda yuramiz.
och qoldik. Hisobga olmabmiz biror narsa lanchga sotib olishga, chunki ulgurmadik ham. Yugurib kelganimiz hisobida. Vot, endi necha och qolib hozir yuramiz. Mayda u yerda kafe ham yo'q, tualet ham yo'q, hech narsa yo'q. Hammasi mana shu korablikning ichida. Tualetga kirsangiz kirasiz, bo'ldi, shu bilan boshqa hech narsa yo'q. Ana shunaqa joyga keldik. Odam yashamaydigan orolchadamiz. Mana shunaqa joydamiz. Ayzlar tepaga chiqyapmiz. Qarang, qanaqa chiroyli joylar. Krasota. Vashshi chiroyli. Tepadan asobini qaraganda qarang. Vau, va. Qarang. Никогда o'ylamagan ekanman shunchalik yaqin bo'laman deb. Ularni Islandiyada qidirib topolmay kelganman. Buni qarang, asalligini. Subhanalloh. Islandiyaga borib shuncha izlab topolmay pafin ko'rolmadim. Shu armon qoldi deganimga Xudoni o'zi Shotlandiyagacha olib keldi. Qarang, buni chiroyli. Ikkita bo'lib o'tirishdi yana. Asal. Bular bu yerda juda ham ko'p. Buni qarang. To'to'sh bo'lib yuribdi, asal. Shirin. Tuxum qo'yishadi azizlar, mana shunaqa tuxum qo'yib o'tirishadi. Я это вижу. Men buni ko'ryapman. Xudojon rahmat, ko'rsatganing uchun shukr. Rahmat Xudojonim. Rahmat. Смотрите, какие они красивые, тупики. Bularni клювlari oranжевый rangi imенно shunaqa payt kiradi. Tuxum qo'yishi kerak bo'lgan paytida. Смотрите, какие красивые. Yurishini qarang. To'to'sh. Asal. Xudo qanaqa qarang, yaratgan egamni qarang, qanaqa chiroyli qilib bu dunyoni yaratgani. Shunaqa ham chiroyli yaratish mumkin, просто har gal ko'raman, har gal ichimda milliardta kapalak, shukronalar kapalagi uchib junbushga keladi. Hozir ham mana shu yerni ko'rib, tomosha qilib, mana shu pafinlarni ko'rib, yonida turib, ey Xudojon rahmat, shukr, behisob shukr. Dunyoyni go'zal qilib yaratganing uchun shukr va mana shu dunyoda bizni ham rizqimizni, nasibamizni qo'shganing uchun shukr. Mana shularni ko'rsatayotganing uchun shukr Xudojon. Shotlandiyaga keldik. Pafinlar borligini rasmda ko'rdim. Aytdim, bu yerda nimaga bu qushchalar, bular bu yerda ham yashaydimi desam, ha, bizda koloniyasi bor dedi. Irlandiyaga bilet olgan joyimizda Irlandiyamiz atmen bo'lib ketdi. Hamma narsa bo'ldi. Nimagaligini ana endi tushunyapman. Chunki men mana shu yerga kelishim kerak ekan, mana shularni ko'rishim kerak ekan.
Я это хотела. Так близко. чтобы, Видишь, да? да. Ты сдержала слово. Помнишь, год назад, даже меньше года, Да. ты говорил, Sange paffinlarni ko'rsataman Mana degandik. bir yil oldin Islandiyaga borib, paffinlarni ko'rolmay, sovuqda shunaqa armon bilan deb alamcha bilan qaytib kelganmanki, o'xshamadi, lekin keyingi yil ko'raman deb niyat qilgandimda, keyin Pariga aytdim, Pari, men ko'ra olmadim ularni. Birga boramiz degandik. Islandiyada. Lekin biz bu yerga, hay davay. Biz bu yerga tupiklarni ko'rish uchun keldik. Ay. Tupik nima? Tupik bu spetsialistlar o'qitishlar. Tutunichkalar. Ularni ko'rmoqchiman. Hozir shu tepaga. A где тупики? Pari, men ko'ra olmadim ularni. Birga boramiz degandik. Islandiyada yo'q ekan, ular faqat iyulda bo'lar ekan deganimda, keyingi yil birga boramiz. Men aytdim, men senga paffinlarni ko'rsataman dedim. Qaraki, Bir yil hali aslida men ko'rsatmadim, bizga Xudo buni Xudoda ko'rsatdi. o'zi chorlab keldi, Da. bu yerga bizni da olib keldi. Ну, я теперь понимаю, почему мы в Исландии. Endi hammasini tushunyapsan, ha? Ага. Исландия, Исландия. Ладно, Ирландия. Вот потрясающие эмоции. Такое ощущение, как будто бы Xudo menga qancha kerak senga pafin? Ma, ol. Yo'lingda pafin bo'ladi deganday. Buni qarang. Такой asal, shirin, bu o'tirishibdi, qarang. Oh. Xudojon. Ey Xudojon. I am living in Uzbekistan. Uzbekistan. Yes. Oh my God, you've come a long way. Yes. Long way'ni bosib keldim. Opa shu yergacha bilasizmi? Mana shu go'zallikni ko'rish uchun. Wow. Long way. Смотрите, какая красота тут. Это плантация птиц. Планета. Вселенная. Vay. Onu qarang. Yes. Menimcha men hayotimda birinchi odamni ko'ryapman O'zbekistondan bu yoqqa kelganini deyapti. To'g'ri aytyapsan deyapman. Balki mendan oldin kimdir kelgandir, bo'lishi mumkin. Hech gap yo'q. Просто men ham keldim. Вот и всё. Siz ham keling. Siz ham yo'l bosib keling. Azizlar,
Puffinlar gestaltini rasman yopiq deb e'lon qilaman. Shuncha puffinlarni ko'rgandan keyin roziman. Bo'ldi. Все хорошо. Xuddi kitlarni qanaqa yopganday, puffinlarni ham chiroyli qilib yopdim. Shunchaki puffinzorga kelib qoldim. Puffinzor. Не просто паффинча. Это же паффинзор. Посмотрите, каких много тут. Планета Паффинов. Planeta, реально space, olam, dunyosi. Puffinlar olami. Rahmat, rahmat Xudojon, rahmat ko'rsatganing uchun shukr. Hammasi uchun shukr, behisob shukr. Yurish. Qamchasini chiqaramiz. Sekin qarab turibdi. Это позирует. Qara. Sakrab ketadi. Позирует он. Такие лапки оранжевые, красивые. Чичрали. Қаны? Тутусь, тутусь. Амира Рашидова. Ее сторисы. Вот вам бэкстейдж. Вам интересно? Assalomu alaykum. O'zi позировать qilyapti. Bu yoqdan bular. Тюночку такой. Все, ketdi. Приветики. Все, улетело? Улетел. Rahmat. Хватит, сказал. Марсио. Марсия, ты его. Uni oti Marsilar to состояние, когда ichingda milliardta puffin sekin asta diskoteka qilishni boshlaydi. Milliardta puffinning diskotekasi. Tutush, sani yoningda yotgim kelyapti. Bitta o'pi. Bitta o'pi, bitta. Qilaman все. Это тебе не кит, которого можно целовать. Тютюсь. Tütüş. O'pishga bermaydi-de, bo'lmasam o'pib tashardim seni. Shuni qilib tashardim. Tutuni. Qani tutuni. Ah oui. Une niche. En fait, il y a le cheval, il y a le paupière. Chiroyli yakunladik. Puffinlarga rahmat aytib, xayrlashib, tutusichkalarim maslarni o'pib qolaman deb, sizning to'ku yaxshi ko'raman deb quchoqlagim kelyapti, o'pgim kelyapti, lekin berishmaydi o'pishga. Xullas narsamizni olib, sekin asta pastga tushamiz. Bizani korabligimiz kutyapti. Xudo xohlasa yana yo'lga. Shotlandiya, meni lol qoldirding. Rahmat senga hammasi uchun. Orzuyimni oson amalga oshirib berganing uchun rahmat demoqchiman. Chunki puffinlar uchun men Islandiyaga borishga tayyor bo'lib turgan holatda edim. Chunki nizashonni kristal bo'lib turgan edi. Tim bo'lib mana hech bu narsani to'xtata olmaydi. Kitlarni ko'rish uchun Meksikaga qanaqa borgan bo'lsa, puffinlar uchun boraman deb turgan edim. Shu darajada bularni prям qattiq ko'rishni xohlagan edim. Yetkazdi, Xudoga shukr, rahmat hammasi uchun. Endi esa pastga tushib, sekin-asta korablikka boramiz. Lodkachamizdan tushdik. Thank you guys dedim, thank you for adventures dedim. Rosa xursand bo'lib bunaqa chiroyli joylardan hozir puffinlarni ko'rdim azizlar. Aytishim mechta. Faqat aytmanglar-da, erimga doim
mani mechtam desa, yana nechta mechtang bor sani? Qachon tugaydi bu mechtalaring uradi-da, kuladi ustimdan. Это же моя мечта, desamaga. Da, mechtam ko'p, to'g'ri, но вот Pafini тоже mechtam edi-da. Ularni ko'ra olmaganimdan takoy, qaytib boraman deb даже vizualizatsiya qilib ofisimgacha chizib qo'ygandim stenkamga. O'shanga net yetkazdi, Xudoning o'zi yetkazdi. Prям chiroyli qilib mana shunaqa ajoyib kunda, quyoshda, yomg'ir emas, havo zo'r, Pafinlar takoy tutu bo'lib o'tirgan holatda hammasini ko'rdim. Itakoy geshtarcham tugadi, yopcham tugadi, yopildi, hammasi zo'r. Endi sekin asta qaytyapmiz. Qayerga boramiz, qayerda uxlaymiz bugun kechasi bilmayman. Va bu muhim emas. Men shunchaki yaratganga tavakkal qilib yuribman. Yaratgan mani shunchaki o'zing boshla. Men просто ведомая deyapman. Ya ведомая, а ты веди меня deyapman. Shunda o'zi yo'limni ko'rsatib, ochib, eng zo'r restoran, eng zo'r joylarga olib boryapti. Xudoga shukr. Avtobuschiga o'tiramiz. Yana 1 soat yo'l bizni kutyapti. Tushunishingiz uchun bu yoqqa kelish oson emas ekan. Hozir biz 45 minut katerchida yurdik. Hozir 1 soat mana bu avtobuschida yuramiz. Keyin yana 1,5 soat yuramiz Oban shaharchasigacha. Ana shunaqa uzoqgina yo'l aslida. Shuning uchun hamma ham kelmaydi bu yerga. Keldik. Mana qarang kim o'tiribdi u yerda. Tutu o'tiribdi. Thank you. Tutu! So sad. Хорошо провела время? Tak. Biz esa kорабльchamizga qaytib ketyapmiz. Soat 6:30. Xudo xohlasa nasib bo'lsa, Samira shu yerda. Hammasi yaxshi, hammamiz bor. Tutusichkani olib hozir endi ketyapmiz. Mashinamizga qarab ketamiz. To take care when descending the stairs and always use the handrails provided. On behalf of Caledonian McBrain, thank you for traveling with us today, and we wish you a safe onward journey to your destination. Qanaqa u Angliya desa, kimdir Big Ben deydi. Kimdir kimdir Big Ben deydi, kimdir yana nima deysa, Angliya, еще какая ассоциация, Гарри Поттер deydi. Kimdir zamoklar deydi, qasrlar. Kimgadir esa Angliya tupiklar bilan endi bir umrda xotirasida qoladi. Sizlar yana o'ng tomonda rul, soat tushunishingiz uchun 10 kechasi, 10 часов ночи, 10. Mana qarang. Quyoshni qarang. Biz esa hozir ujin qilib chiqdik. Ощущение, как будто biz обед qildik. Chunki vaqt shunaqaki, quyosh chiqyapti, ну как будто soat 4. Но никак не он, azizlar. А вот время 10 часов. Tushunishingiz uchun. Вот mana 21:45 soat. 15 kam 10 kechasi. Вот biz esa yo'lga chiqyapmiz, Glasgow tomon harakatdamiz. Xudo xohlasa ertalab mashinamizni Glasgowda topshirib, keyin Glasgowni ozgina aylanamiz, keyin reys samolyotchiga o'tiramiz и Londonga uchamiz. Londra neredesan, janim aşkım benim deb Londonga boramiz. Indinga bizni seminarimiz kutyapti azizlar. Indin Londonlik o'zbek qizlari bilan seminar. Ikkita o'zbek ayoli o'zicha mahmadanalik qilib Londonda, Angliyada, Shotlandiyada ana olganida mashina arendaga olib, uni qanday zapravka qilishni bilmagan holat. Tushunishingiz uchun buni Qo'yilishi uchun aytib turibdi. zo'rg'a ochdik. Mana buni antagi yigitimiz ochib berdi. Men aytayapman, bu qanday ochiladi bu desam, keldi, shaq qildi, keyin ochildi. Peugeot shunaqa ekan. Bilmaymiz nima bo'ladi. Aytgancha qarang, mana bu laundrysi ham bor ekan. Eslicho, odamlar ko'chaga narsasini olib keladi, tashlab yuboradi antga. Shaq 5 poundga yuvib qo'yadi. Все, да, bo'ldi. Давай, och.
bordiman to'lab kelaman. Mana shunaqa. Xullas yaxshi hammasi, zo'r, menga yoqyapti. Nimadir o'rganyapmiz. Hello again. Xo'sh, azizlar. Soat 23:40. Biz Glasgowga ketyapmiz. Mana shogirdimga baho beringlar. Qanday mashina haydayapti, yaxshimi? Shogird qalay? Yaxshi. Shogird Men yaxshimi? mazza qilyapman, chunki bu yerdagi silliq yo'llarda yurish bu dam olish degan. Sen aslida mazza qilyapsan, shunaqa ustoz bilan ketayotganing Ha, uchun. конечно. Конечно. Meni Senga- kamtarin ustozim bor. Men faqat aytaveradiki ustozingman. Yaxshi ham mashina yurg'izishni o'rgatmabsan, sen qo'ymasding. Kechirib qo'ysin, senga kim levostoronniy движениеda mashina haydashni o'rgatyapti? Hech kim? Men o'rgatdim senga. Ha, Qaltirib o'tirarding bo'lmasa, men boshlab berdim. Tak что ustoz, men qarab turibman, to'g'ri, chapga ol, chapga, unga o'tma deb turibman, aysizlar. Yo'lda ketyapmiz, Glasgowga ketyapmiz, soat 12 kechasi.